Tanlash imkoniyati berilganda Samsung firmasining original 23 litrli mikroalnovkasini siz qaysi birini olgan bo'lardingiz? Fikringizni обязательно kommentariyada yozib qoldirib keting. Birinchisi bu Samsungning O'zbekiston sborkasi. Oynasi plastmassan oynali bo'ladi. Zo'r tarafi bu полностью sensor orqali boshqariladigan bo'ladi. Eshigi bosib ochilinadigan bo'ladi. Ichlari biokeramikali. Xo'p, keyingi modelimiz bu ham O'zbekistonda ishlab chiqariladi. Rangi tim qop-qora. U bilan buni farqi, bunda uje knopka orqali boshqariladigan bo'ladi. Bunda ham xuddi shunaqa bosib ochasizlar. Bunda ham ichi biokeramikali bo'ladi. Endi 3-inchisiga keladigan bo'lsak, bu Malayziya sborkasi bo'ladi. 3 yil hammasini ofitsialniy kafolati bor. Keyin yana bitta qo'shimcha ma'lumot, biokeramikani birinchi bo'lib Samsung firmasi o'ylab topgan. Xo'p, bundigina nima qo'shimchasi bor deydigan bo'lsanglar, razmorozka funksiyasi bo'ladi. Bu yoqdan o'zingizlar vaqtini kerakli sekundga o'zingizlar qo'yib olasizlar. Qo'shimchasiga 8 vattgacha bemalol ko'tarib olsanglar bo'ladi quvvatini. Hammasini aytganimda ofitsialniy 3 yil kafolati bor. Hammasini narxi $120 dan. Kimga kerak bo'lsa, nomer adreslarimizni bilasizlar, bemalol aloqaga chiqib zakaz qilsanglar bo'ladi.